Assalomu alaykum, qadrli kitobxonlar. Sizlarni Kitob jamiyat qalbi loyihasi doirasida navbatdagi kitob bilan tanishtiramiz. Aziz kitobxon do'stim, siz bugunning baxtli farzandi, baxtiyor avlodsiz. Orzularingiz yo'lida qanday to'siqlar uchramasin, ularni yengib o'tishingiz uchun sizda kuch, imkoniyat va ishonch bor. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Dunyoning boshqa mamlakatlaridagi tengdoshlaringiz qanday hayot kechiradi? Ularning imkoniyatlari siznikiga o'xshaydimi? Orzularichi? Asqat Muxtorning Dunyo bolalari kitobida turli taqdirlar, hayotning achchiq haqiqatlari aks etgan hikoyalar jamlangan. Bu hikoyalar sizning dunyo va hayotga bo'lgan qarashingizni yanada kengaytiradi. Qahramonlarning ayanchli taqdiri, yaxshi yashashga bo'lgan umidi, yosh bo'lsa-da zimmasiga olgan mas'uliyati sizda ularga nisbatan mehr va muhabbat uyg'otadi.